Mebelimizni qilib bering. Qana mebel edi. Oshxona mebel. 1-2 kundan qilib beraman aka. Qanaqa noinsof bo'lasan? Maka, men qara. To'yimdan 1 kun oldin olib borib beraman degansan. Qizim tug'ildi, o'g'lim tug'ildi. Qarib ketdik. Mebel qanaqa odamsan, qilib berasanmi yo'qmi? Boshlig'ing chaqir. Chaqir boshlig'ing. Va boshlig'i, chiqi. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa shogirdingiz? Tarbiya bersangiz bo'lmaydimi? Qarang, odamga eng kerakligi domda turadiganga oshxona mebel. Oshxona mebelni qilib bermayapti. 5 yil bo'ldi. Kutaveramizmi biz? Qani qarib ketyapmiz. Sen bir mebel iplos. Senga necha marta aytaman, srochni ishladi olmakin deb. Nima? Srochni 5 yil. Qanaqa odamsizlar? Vijdoninglar bormi? Mebelni qilib beringlar. Bo'ldi, yig'lamay bo'lib qoladi, ha? Oz qoldi. Bitkizveraman. Ata yig'lamang deysizmi? Detski. Qilmayman, o qizim ham izlashsa qilyapti, qilib beringlar. Qo'ying, dadasi yig'lamang. Unaqa spalnimizni bo'ldi ekan. Ular 10 yil siqib bermaydi-ku u mebelchilar. Oshxona mebel. Voy! Hormat og'a, assalomu alaykum. Sizlarmi? Mebelmi 5 yildan beri qilib berishmayapti. Oshxona mebel. O'rnimizni och. 5 yil? Ha. Tanishim bor, telefon qilaman, tezda qiladi. Kim? Rustam. Alo, Rustam qayerdasan? Hozir mebel o'lchaganiga keldim, oshna. Bitta otaxonga srochniy mebel kerak. Necha kunda qilib berasan? Bir haftada qilib beramiz, 7 kun atrofida. Tushunmayapsan, pashar tezda qilish kerak. 4 kun 5 kunda qilib beramiz, bo'ladimi? 5 kun bo'ldi gap yo'q. Otaxon 5 kunda qilib beradi Rustam oshnam. Yo'q. Rustam! Voy, yonishini qara. Oshxona mebel, Anjan mebelga rahmat, Nima bunaqa tezda bitirib berdinglar? Aka, bizdagi ustalarimiz professional ustalar aka. Shuning uchun biz ham o'z vaqtida mebellarni topshiramiz aka. Rahmat, lekin bitta narsada men oshnalarim ko'pda uylanmay yurganlar. Hammasiga oshxona mebel kerak. Rosa ko'p tanishim bor. Shu oshxona mebel so'rayotganlarga nimalari bonus esimdan chiqib qoldi, aytib o'raman. Nimalari? Aka, oshxona mebelda rakvinasini, idishga o'tadigan susholkasini aka, razmer olinishini joyida o'chkab turib, dizayn qilinishi, olib kelib dastavka qilib o'rnatib berilishini ichida qilib beramiz aka. Nima pulli? Mebel o'ziga pul to'lash xolos aka. Mebel o'ziga. Rahmat, akalar. Anjan mebelga murojaat qilinglar. Mana shu nomerlari. Bitta narsa, yangi tushgan ana baxt chorrahasida yangi tushgan mebel bozorida ham bor ekan joyi, bo'ta qaralgan bor ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab o'lchab, o'rnatib berish hammasi ichida ekan. Menga ham tez o'rnatib berishdi. Ko'rdinglar, unga yalinib yuraverdim. Bular malades ekan. Rahmat, ko'zimga yosh kelyapti. Bunaqasi bo'lmagan. Anjan mebel nomerlaring. Shuni rahmat. Mo'ylovman ko'chib ketdi, qaranglar.